Всем привет, девушка-xolarim. Bugun sizlar bilan va nihoyat kelinko'ylak ko'rgani boramiz. Ertalab dadamlar bilan qo'shilib mashinaga chiqib oldim. Yo'lda ishimga o'tishim kerak edi. Bugun ishxonada ish ozroq kam, chunki bugun shanba kuni. Odatda dam olish kunlari kasallik kam bo'ladi klinikada. Ishxonaga kelib, kiyimlarimni almashtirib oldim hamda ozroq obhod qilgandan keyin уже obedgacha ishlarim bo'shab qoldi va nihoyat bir kelinko'ylak ko'rish uchun birinchi bo'lib Forever salonini tanladik. Birinchi kiyib ko'rgan kelinko'ylagimni materialini besertlari menga juda ham yoqdi, chunki svetda boshqacha yarqirar ekan va juda ham nozik ishlangan ekan. Lekin yenga unchalik yoqmaganligi uchun ikkinchisini kiyib ko'rdim. Ikkinchi tanlagan kelinko'ylagim Transformer bo'lib, uni ham besertlari juda ham chiroyli ishlangan va imенно mana shu ko'ylakdan keyin to'yimda mana shunaqa prichoska qilishga qaror qildim. Ishoninglar, o'sha kuni Qarshidagi hamma salonlarni aylanib chiqib, oxirida Lasofadan shunaqa chiroyli kelinko'ylak tanladim va ovqatlanib oldik. Agar ko'ylagim qiziq bo'lsa, obuna bo'lib kuzatishda davom eting.